Videoda nimadan boshlashni ham bilmayapman. Hammayoq narx, yuqori sifat, bularni bari Instagramda, YouTube'da to'lib yotibdi. Juda ham zerikarli kontent. Men sizlarga undan-da qiziqarliroq, sizlarda yetarlicha kayfiyatlarini ko'taradigan ajoyib yangilik bilan chiqyapman. Oddiy misol qilib mana shu gilamni oladigan bo'lsak, sifatlari juda ham ajoyib. Budjetli gilam istagan mijozlarimiz uchun ajoyib tanlov bo'lishi mumkin. Hurmatli obunachilar, buni bozordagi narxi o'rtacha 65 ming so'mdan 75 ming so'mgacha bo'ladigan bo'lsa, jonli efirimizda xuddi shu gilamlarni 1 kvadrat metrini atiga 45 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Vaqtingizdan ham, naqdingizdan ham ekan o'qimoqchi bo'lsangiz, bizda har dushanba bo'ladigan jonli efirimizga kirishingiz mumkin. Bu video meni diqqat bilan tinglab, videoni oxirigacha ko'rish uchun yetarlicha sabablarga ega. Videoni boshidan like bosib qo'ying, meni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Chunki bularning bari shunga arziydi. Zamonaviy dizayn va sotuvchilarning eng suyukli rangi bo'lgan moviy gilamimizni uzun popilari bilan va juda ham sifatli materiali bilan bizi jonli efirimizda juda ham arzon narxda, bozorda eng kami 99 ming so'mdan 129 ming so'mgacha sotilayotgan Samarqandning Sak zavodida ishlab chiqarilgan ushbu gilamimizni bizi jonli efirimizda, faqatgina jonli efirimizda 79 ming so'mdan 1 kvadrat metrini xarid qilishingiz mumkin. Ehtiyot uchun popisiz varianti ham bor. Endi siz vaqtingizni sarflab bozorga borib, sotuvchilar bilan tortishib, arzon narx sifatini surishingiz shart emas. Men sizga videolarda juda ham sifatli gilamlarni obzor qilib ko'rsataman va juda ham arzon narxlarni taklif qilaman. Bularni barini siz bizni har dushanba bo'lib o'tadigan jonli efirimizda eng sifatli gilamlarni eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Misol uchun men sizlarga hozir bozordagi narx va jonli efirdagi narxlarni birma-bir aytib o'taman. Videoni o'tkazmasdan shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying. Bardoshli sifat va arzon narx istagan mijozlarimiz uchun bozorda eng kami 122 ming so'mdan 179 ming so'mgacha sotilayotgan, kerak bo'lsa 2010-yildan 2020-yilgacha gilam xaridi bo'yicha trendda yurgan Imperial gilamimizni jonli efirimizda 1 kvadrat metrini atiga 99 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Ajoyib taklif, ajoyib narx va ajoyib sifat bilan mana shu gilamimizni dushanba kuni bo'ladigan jonli efirimizda xarid qilishingiz mumkin. Boshqa joylarda 1 kvadrat metri 159 ming so'mdan 199 ming so'mgacha katta chegirmalarda, yarmarkalarda sotilayotgan ushbu gilamimizni faqatgina jonli efirda Ma'murjon Ergashev YouTube kanalida har dushanba bo'ladigan jonli efirda 1 kvadrat metrini atiga 143 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Har xil razmerda, har xil rasvetkalarda bor. Bemalol kirib xarid qilishingiz mumkin. Aytgancha, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, chunki jonli efirdan faqat sizni mana shu qo'ng'iroqcha xabardor qiladi. Sharqona dizayn nima deb so'raganlar uchun men mana shu gilamni ko'rsatgan bo'lardim. Gilamda asl rangi qanaqa deganlar uchun ham mana shuni ko'rsatgan bo'lardim. Eng arzon narx deganlar uchun ham mana shu gilamni ko'rsatgan bo'lardim. Boshqa joylarda 3,5 ga 4 razmerda bardoviy mana shunaqa juda ham sifatli bo'lgan gilamda eng kami 1,6 million so'mdan 2 million so'mgacha sotilayotgan bir paytda Ma'murjon Ergashev YouTube kanalida faqat jonli efirda 1,199 million so'mga xarid qilib olsangiz bo'ladi. Sifat, narx va jilo uyg'unligi desak bo'ladi. Ha, shunaqa gaplar do'stlar, zamon taraqqiy topmoqda, biz ham zamonga qarab ergashyapmiz. Sizlarga har xil sifatli kontentlar va shunga yarasha xizmatlarni taklif qilish bizning vazifamiz. Hurmatli obunachilar, hammalaringni dushanba kuni bo'ladigan jonli efirimga taklif qilaman. Dushanba kuni sizlarga mana shunaqa sifatli narxda, sifatli gilamlarni taklif qilamiz va sizlarga yetkazib beramiz. Siz bizni qaysi viloyatdan kuzatayotganingizni umuman farqi yo'q. Hozirgi zamonda logistika, pochta xizmatlari juda ham rivojlanib ketgan. Sizni uyingiz eshigini tagigacha gilamlarimizni dastavka qildirib beramiz. Faqat dushanba kuni bo'ladigan jonli efirimizga kirish va gilamlarni xarid qilish kerak xolos. Yana eslatib o'tamiz, videoda e'lon qilingan narxlar faqat Ma'murjon Ergashev YouTube kanalida jonli efir paytida xarid qilgan mijozlar uchun amal qiladi. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Chunki jonli efirdan sizlarni mana shu qo'ng'iroqcha xabardor qiladi. Shunaqa gaplar.
videoga like bosib, meni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Bundan buyog'iga sizga mana shunaqa sifatli kontentlar qilishda davom etamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Let's go.